cuando se quería pegar, se le paró contra la pared. Ijtimoiy tarmoqlarda avtomashinaning davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olib, avtomobil qatnov yo'llarida xavfli manyovrlar bilan harakatlangan va ushbu qoidabuzarlikni tasvirga olib, ommaga tartibsizlikni targ'ib qilgan haydovchi tasvirlari tarqaldi. Holat yuzasidan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, haydovchi ham, avtomashina ham topildi. Surishtiruv ishlari davomida avtomashinani boshqargan shaxs hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, fuqaroligi ham aniqlandi. Holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Shu o'qimizdan beso'rayib chiqib ketib, Instagram tarmoqlariga qo'ymoqchi bo'ldi. Qilganishimizdan afsusdamiz. O'zimiz o'childi. Boshqa takrorlanmaydi. Jiyanim shu magazinga chiqib kelamanda olib ketgan ekan. Kalit ilovliq turgan bo'lgan, uy oldidan olib ketib qolgan. Bundan keyin qattiq nazoratga olamiz. Bu safar bu narsalar takrorlanmaydi. Kalitni tutqizib qo'yadiganlarga bermaslikni tavsiya qilaman. Mana qilib jabr qilib mashina stankaga torttirib, undan ham yomon bo'lishi mumkin, avtoavariya bo'lishi mumkin edi. Odam o'lishi mumkin edi, o'shalarni oldini olishini so'rayman. Ganishimizdan afsusdamiz endi. Qoidalarni pisand qilmasligini tasvirga olib, uni internetga joylab, boshqa yoshlarga ham salbiy targ'ibotchi bo'layotganini anglamagan ushbu shaxs endi uzr so'rasa ham, qilmishiga pushaymon bo'lsa ham qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. 50-034 GB davlat raqam belgili Oq Lacetti transport vositasi haydovchi sodir etgan xatti-harakatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasiga asosan ish hujjatlari tayyorlanib, qonuniy hal etish uchun hududiy sud organlariga yuborildi. Eslatib o'tamiz, ushbu huquqbuzarlik uchun haydovchi guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar sodir etgan taqdirda baza hisoblash miqdorining 25 barobargacha jarima hamda haydovchi guvohnomasini 1 yildan 2 yilgacha mahrum etish jazosi belgilangan. Xuddi shunday huquqbuzarlik haydovchi guvohnomasiga ega bo'lmagan yoki transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslar tomonidan sodir etilgan bo'lsa, baza hisoblash miqdorining 50 barobargacha jarima hamda 15 sutka qamoq jazosi tayinlangan. Hech kimga sir emas, aynan Namangan viloyatida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan tajribasiz yoshlar tomonidan boshqarilgan bir nechta avtomashinalar bilan ayanchli to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Hurmatli haydovchilar, xulosa qiling, voyaga yetmaganlarga va haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan shaxslarga avtomashinangiz kalitlarini ishonib topshirmang. Sizning loqaydligingiz oqibati faqat jarima jazosi bilan emas, insonlarning o'limi bilan ham yakunlanishi mumkinligini yodda tuting.